Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun ham sizlarning e'tiborlaringizga va ish faoliyatimizda tomosha qilasiz. Albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Bugun ham bu kanal emas, bu kanalning eng kichik varianti. Bu mashinada chiqmaydi, kanal mashinasi emas. Buni oddiy qo'lda tayyorlashadi. Bu tassaklar, mana shu tassak deyishadi. Mana ko'rsangiz, uch tomondan teshigi bor. Pastda va tepadan yana o'rtadan va teshigi bor va havolandirma qutisida. Va bizda qutiga shakar adashmasam o'zbekchasida. Bu kichkina aligilar qutilar. Bu kanal mashinasida yopmaydi buni. Bu kichkina. Buni qo'lda yopadi. Ixcham qilib mana silikondan tayyorlangan holatda chiqarib o'z egalarini kutmoqda. Mana havolandirma, mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa, yana bu kanallar mana tayyorlangan, bu ham chiqib silikonlar qilib qo'yibmiz. Mana bu ko'sha, ko'rib turganingizdek ko'shamizni ham zapas bilan bor. Ish faoliyatimiz shunaqa, Turkiyada ketib kunimiz o'tib, vaqtimiz o'tib boraveradi. Kimnidir kayfiyatini ko'taramiz, kimnidir kayfiyatini tushiramiz, lekin nima bo'lganda ham barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda videolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Sababi-ku har bitta videoda izohingizda albatta kutib qolaman. Ish faoliyatimda sizlar bilan bo'lishib, esdalik uchun qoldiramiz. Sababi bu ishlarga yana orada qancha vaqtlar o'tar-ku, baribir nasib bo'lsa bu narsalar bizda kanalimizda muhrlanib qoladi esdalik uchun. Shuning uchun ko'proq videolar olib YouTube'da kanalimizga joylab qo'yamiz. Mana bular eng qimmat tunukalar hisoblanadi. Shu sariq tunuka bularda mana bu pastdagi tunukalarga qaraganda bu tunukaning narxi sal qimmatroq bo'ladi. Chetib buni musoynam addinni yig'adi, addinni olib ketadi. Bular sal arzonroq bo'lishi mumkin. U tunukalar juda qimmat bo'ladi, zanglamaydi deyishadi uni. Mana bular yuqoridagilarda zanglamaydi deyishadi. Ko'rib turganingizda zanglamaydi deyishadi. Mana tavbalarda maqlab, mana chetib ishlab yuramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha